Egizaklarni turishini qarang. Hammasi o'zingiznikimi? Ammalaringiz katta ekani, necha litr sut beradi? Qanday ko'rishsak bo'ladi? Bunaqangi ahmoqona kommentariylarni faqatgina o'zbek tilida ko'rasan. Shu ko'kragini, dumbasini likillatayotgan qizlarning videosini ostida. Lekin ahmoq ayol ham psixologiyasi sendan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Seni nazaringni qanaqa qilib jalb qilishni biladi. Ammo esa o'tiraverasan qo'nqovga. Testosteronimiz baland deb. Bu golodniyligi u testosteronni balandligi emas. Eshitib ol. Na kitob o'qimaysan, na hunar o'rganmaysan, na texnologiyalar o'zlashtirmaysan. Shuning uchun o'tiraverasan. Shunaqa axloqlarda videosini tagiga kommentariy chizib. Bu narsani borligi anatomiya. Buni razmeri esa genetika deb bilinadi. Shundaymi? Ular kitob o'qi, texnologiyalarni o'zlashtir, hunar o'rgan. Testosteroning baland deb hisoblasang, u zalga bor. Og'ir temirlar ko'tar. Faqat o'z kommentariy va layklaring bilan va do'stlaringga jo'natish bilan bunaqa ahmoq ayollarda videosini rivojlantirmagin. Endi ahmoq ayollar, qizlar esa yana bir marta qaytaraman. Bola ko'krak bola emizish uchun yaratilgan. Biroq dumba esa o'tirganingizda tosh suvaklaringiz botmasligi uchun yaratilgan. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang do'stlar. Va do'stingizga jo'natib qo'ying bu video. Asabim buzmasdan.